Assalomu alaykum, bizning doimiy ravishda kuzatib kelayotgan obunachilarimiz. Sezonimiz hali boshlanmasdan turib sizlarga bir xil karam urug' haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu karam urug'imiz Gollandiyaning Bejo firmasining Farao F1 degan karam urug'i. Bu karam urug'imiz hozir O'zbekistonda eng ko'p ekilgan karamlardan hisoblanadi. Bu karam urug'imizni ko'chat qilish davri dekabr oyi bilan yanvar oyida ko'proq ko'chat qilish boshlanadi. Umumiy pishish muddati 90 kunni tashkil qiladi. Ko'chatimiz esa 35 kun, 40 kunda tayyor bo'ladi. Karamizning og'irligi 2 kg, 2,5 kg, 3 kg bo'ladi. 1 gektar maydonga 40 ming dona bilan 45 ming dona ko'chat ekiladi. Ikki sxemasi esa 60 ga 40 yo bo'lmasam 70 ga 40 sxemada ekiladi. Hamma hududda har xil bo'lganligini hisobiga o'zini hududiga moslab ekilaveradi. Bizning hududimizda Namangan viloyatida ko'proq shunaqa sxemada ekishadi. Bu karam urug'imiz qattiqligi, boshqa karamlardan ajralib turish jihati uzoq masofaga chidamliligini hisobiga Xitoy karamlari 60, 70, 55, 40 karamlardan ko'ra ancha baquvvat, ancha kuchli. Svet ham, pust ham, qalinligi, zichligini hisobiga u karamlardan ancha baquvvat, ancha kuchli hosil beradi. 1 gektar maydonda 60 tonnadan 80 tonnagacha bemalol hosil olishinglar mumkin. Kimga shunaqa karamlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xaridingizdan xursandmiz. Hammaga rahmat.